Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Laboratoriya ishimiz, ya'ni metallarni kimyoviy tarkibini o'rganish. Aynan X5000 XLF markali laboratoriya qurilmasidan foydalangan holda metallarni kimyoviy tarkibini, ya'ni qaysi elementlardan tashkil topganini aniqlash bo'yicha shu laboratoriya qurilmasini tushuntirib tadqiqot o'tkazib ko'ramiz. Ushbu qurilmamiz asosiy, ya'ni pribordan va qo'shimcha qismlardan iborat. Qo'shimcha qismlarida mana ikkita batareykasi keladi, ya'ni quvvatlagichi hamda elektr quvvatlagich qismlari va qo'shimcha tadqiqot uchun qismlardan iborat. Qurilma ishlash uchun bunga batareyasini o'rnatamiz. O'rnatilgandan keyin bu yerda monitori bor. Mana shu monitorda yoqilib, demak, jarayonni aynan monitorda kuzatishimiz imkoni bo'ladi. Ya'ni o'lchash uchun etalon tayyorlab olinadi. Etalon tayyorlash uchun, demak, metaldan kichkinagina qatlam kesib olib, uni ustki yuzasiga ishlov berishimiz kerak. Ishlov berganimizdan keyin, demak, jilvirlanadi, toza yuzi bo'lgandan keyin ustki qismini, ya'ni o'lchashimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun, ya'ni qurilmaga quyidagi nasatkasi o'rnatiladi. Ya'ni o'lchanadigan yuzaga, metal yuzasiga qo'yamiz. Bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, play nuqtasi bor. Mana shu bosilgandan keyin 30 daqiqa, ya'ni 30 sekund davomida test qiladi. Test qilib bo'lgandan keyin uni tekshirish uchun yana 30 sekund tekshiradi. Bu yerda tarkibidagi elementlarni 2 marta 30 sekunddan qancha miqdorda ekanligini ko'rsatib beradi. Hozir mana 16 sekund, 17, 30 sekund bo'lgandan keyin yana qayta bir marta test qilib tekshiradi. Shundan keyin olib biz tahlil qilishimiz mumkin. Buni kompyuter ekraniga, monitoriga chiqarish mumkin yoki bo'lmasa dars davomida proyektorga chiqarib katta ekranda ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Tugagan so'nadi va tarkibidagi kimyoviy elementlarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ko'rsatdi. Mana bu yerda mana temirning miqdori 68-63, xrom, nikel, molibden, marganez, kobalt, nikel. Mana shu elementlarni umumiy qo'shganimizda, demak, qancha miqdorda kimyoviy tarkibga ega ekanligi bo'yicha xulosa qilishimiz mumkin. Bu qurilmaning afzalligi yana shundaki, dastgohni bir qismini, ya'ni tozalab, yuzasini, metal yuzasini ozgina ishlov berib, o'sha qismini ham kimyoviy tarkibini o'rganish imkoniyatiga ega bo'lamiz. E'tibor uchun rahmat.